Bizlar bugun boshqalarning hayoti bilan ovora bo'lib turgan bu vaqti soatda, birovlarning hayotiga shilqimlik bilan burun tiqayotgan vaqtda, internet tarmoqlarida har xil narsalar bilan ovora bo'lib turgan bu vaqtda, o'zimizni oilamizdan xabar olish u yoqda tursin, boshqalarning oilasi bilan mashg'ul bo'lib turgan vaqtda, xonadonlaringizda azonni kim aytayapti? O'zi aytilinadimi azon xonadonlarimizda? Kim oxirgi marta xonadonida azon aytdi? Bugun, kecha, 1-2 kunlikda. Kim? Maşallah. Bu ham bo'lsa oramizdan bir necha kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Azon ovozi qayergacha borsa, shayton shu joygacha qochib ketadi. Shayton bilan hamnaf